Mana shu videoni ko'rib turibsizmi? Demak, tiriksiz, to'g'rimi? Mana shu orqamizda turgan xonadondan 4 ta o'lik chiqdi kecha. Bu yerda bizga yaqin bo'lgan bir ukamiz 3 farzandi bilan nobud bo'ldi. Jazorat qilib, o'zini onasi bilan ayolni qutqarib va 3 ta farzandini qutqarishga kirgan paytida ulgura olmay, olib chiqa olmay ichida qolib o'lib ketdi. Mashinalari butun boshda aka-uka qavmi-qarindosh yo'q bo'lgani uchun mahalla bilan hasharga kelingan. Sizlar ham hissanglarni qo'shmoqchi bo'lsanglar, karta nomerlarini qoldiryapmiz. Kimdir hasharga yo'li bilan yordam bermoqchi bo'lsa, lokatsiyani qoldiryapmiz. Telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Mana jonbozlik qilib yordam qilishyapti mahalla faollari. Uyda hech bo'lmasa kirib yashaydigan uy qilishimiz kerak, harakat qilyapmiz. Bu xalq hashar qilyapti, lekin stroy material boshqa kimdir nom bilan yordam qilyapti, kimdir uyda borini olib chiqib beryapti, lekin xalqimiz sizlardan yordam so'raymiz. Mana shu kartadan qo'linglardan kelgancha. Hech bo'lmasa mana shu videoga like bosib tarqatib, hech bo'lmasa mana shu uy qurilishida yordam qilinglar iltimos. Men chidamay ketyapman, lekin qarang, joningiz omon turibdi, lekin buni qadriga yetishingiz uchun ham siz oldingizdan chiqdi mana shu uyda. Biz ham qo'limizdan kelgancha endi hamma o'zini qurbidan kelib chiqib nima qiladi, mana shuni biz nomimizdan shu ehson. Rahmat. Qo'linglardan kelgancha mana 100 so'mmi, 1000 so'm, agar qo'linglardan hech bo'lmasa bitta like bosib tarqatib o'sha ehson qiluvchilarga jo'natib qo'yinglar mana shu videoni iltimos. Rahmat. Boringlarga shukur. Mana shu yerda ehson qutini tashkil qilganmiz. Mana shu ehson qutisiga tashrif ketaverasizlar. Mana shu uy uchun, shu o'tib ketgan norasida go'daklar uchun.